Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga shu kokuni metalni o'rnatib berdik. Hop. Bu ishimizni endi sizlarga razmerlari va narxlari bilan qisqacha obzorni qilamiz. Bu tomonimiz 5 metr, bu tomonimiz 3 metr, общий 8 metr joyga qo'ygan. Biz 740 joyga hisoblab berganmiz. Albatta qilinmagan joyga pul olinmaydi. Gaz bilan hali deneydi, unda 30 dan 60 sm chiqarib olganmiz. Hop. Endi bu ishimiz общий narxi 28,5 millionga bo'lgan. 1 metrini, pogona metrini 3 million 850 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Hop, endi bir chekkadan sizlarga bu ishimizni tanishtirib o'tsak, hop. Eshikdan kira olishga shkaf qilib berganmiz. Past tomonda gaz ballon joylashadi, tepa tomonida polkalar mana. Sal enini ensizroq qilganmiz eshikdan kira olishga, mana bu joyimizda eshikdan kira olish xalaqit bermasligi uchun, eshik to'liq ochilishligi uchun. Hop, bu yerda mana katta tortma qilib berganmiz. Balon. Charchga piyoz mana bu yerda sabzavotlar ko'taraveradi. Ular to'ligini ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Bu yerda gazimiz, vitskamiz joylashgan mana. Hop, bu yerda kargoyimiz ham joylashgan. Kargoyimiz ham bor. Tepasida polkalar, mana ikkitadan polka bo'lgan tepalariga. Bu yerda moyka simistiti, uni tepasida suv shurkamiz bor mana. Mana musur paqirimiz bor. Hop. Qosh soladigan g'aladonlar ham o'zi tortib ketaveradi. Mexanizmlar yaxshidan qo'yilgan. Endi past tomonda diodlarni ham o'zimiz qo'yib berganmiz. Mana bu yerdan o'chirib yaxshi bo'ladi, ulasa. Yaxshi. Hop, bu yerda mana mikrofonni o'rni. Bu tepasida ham mana polkalar bor. Bu yerda pulk karta qilib bering degan opa. Pulk karta qilib bergan, penal qilib berganmiz. Bergan mana dasturxon sochiq arqib narsalarni qo'ysa bo'laveradi. Bu yerga xaladenligimiz tushgan. Xaladenligimizning ikki yonboshini ham akrildan o'rab berganmiz. Hop, tepa tomoniga polka qilib berganmiz. Bitta polkasi bor, kattaroq narsalar qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Hop, stolning usti ham qalin starchnisadan bo'lgan 3.8 ligidan. Bu ishimizni balandligi 2.65 ga chiqqan. Hozir endi yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bu yerda hop bu joyga kelishimdan oldin remont bo'layotgandi bu xonadonimiz. Mana kafellar yopishmagan holatda edi. Kafellarni ko'pini mebel qildirmoqchi bo'lsanglar, shu kafellarni yopishtirishdan oldin, bu razvedkalarni qo'yishdan oldin chaqirsanglar, biz mana razvedkasi ham bor. Hop, joylashgan, hamma o'rnida tartibli turibdi mana. Men bu yerga kelib chizib berganman kafellarni o'rnini, keyin razvedkalar mana o'rnida turibdi. Mana yerda mikrofon o'tgan tagida ham bor. Hamma tomonida razvedkalar o'rnida tartibli holatda turibdi. Hop, mana shu ishimiz bo'ldi. Telefon nomeri 90 572 93 94. Shu nomerda Telegramim bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hop, bizning ishimizning ichida bo'lgan narsalar, shu narsalar bizning ishimizning ichida bo'lgan. Mana kargosi, musor paqiri, qosh soladigan moyka simistiti, suv shurkasi. Qolgan bitovoy texnika, gaz, vitska, bu mikrovalnovkalar, xaladenliklar uyda egasidan bo'lgan. Hop. Bu yerda mana